Voleybol o'yinida hakamlik qilish, ya'ni musobaqalarda hakamlar hay'ati delegatsiyasi bo'ladi. Unda hakamlar hay'ati delegatsiyasida bosh hakam, ya'ni musobaqani o'tkazish hakami bo'ladi. Bunda har bir musobaqa nizom asosida tuzilgan holatda musobaqa o'tkaziladi. Bosh hakam belgilab qo'yiladi. Bosh hakamga yordamchi hakamlar tayinlanadi. Ya'ni yordamchi hakamlar delegatsiyasida bunda yordamchi hakam, ikkita bayroq hakam, kotib sudya va tablodagi sudya bo'ladi. Bu sudyalarni har bitta sudyani o'zini vakolati bo'lib, bunda hozir har bitta sudyaning vakolatlariga birin-ketin to'xtalib ketamiz. Xo'p, bosh hakam vakolati bu o'yinni ustidan boshqaruvchi hakam hisoblanadi. Bu yuqorida, ya'ni fishkada o'tirgan holatda bo'ladi. Bunda har bitta jarayonni oxirgi nuqtasini aytadigan hakam bo'ladi. Ya'ni hakamlar hay'atini yig'gan holatda qaror chiqaradigan hakam hisoblanadi. Bu hakamni qarorini hech kim o'zgartira olmaydi. Xo'p, yordamchi hakam vakolati bunda qaysi jamoa podacha urayotgan bo'lsa, shunga teskari, ya'ni teskari tarafda turadi va o'yinda joylashishi, o'yinchilar joylashishi, ya'ni rastanovkasini ushlaydi. Keyin to'rga tekkanligi va out polga tushganligini o'zi tarafini boshqa hakamga ko'rsatib turadi. Bayroq hakamning vakolati bunda ikkita bayroq hakam bo'ladi, ya'ni u bir-biriga parallel holatda joylashgan bo'ladi. Bunda bu bayroq hakamlar chiziqqa qaraydi, o'ziga yon tarafdagi chiziqlarga qaraydi va o'yinga kirgizishda chiziqni bosish yoki bo'lmasa to'p qo'llaga outga tushgan, unblock etgan to'plarni jest orqali ko'rsatadi.